Trenirovkadan keyin ham oqib ketmagan makiyajimni qanaqa qilganimni ko'rsataman bugun. Mana butun olam tashab ketishi mumkin, lekin yuzimdagi ugrilarim menga shunchalar sodiqki. Qosh fiksatsiyasi uchun Inglotdan boshqasi bekor. Farq sezasizmi? Qosh fiksatsiyasini to'g'rilagandan keyin обязательно qosh atroflarini artib tashlash kerak. Sponj обязательно yuvilgan bo'lishi kerak. Menda Artistani tonalnisi 0%. Kim qanaqa bilmadimi, men birinchi konturing qilib, keyin konsiler ishlataman. Ikkalasi ham Shiglanmiki. Bu konturing, bu rumyani. Men shunaqa qilib qo'limga qilib olamanda, kistichka bilan olib suraman, shunda pitno bo'lib qolmaydi. Mashq qilgan ishimni qilmayman. Brish yopish uchun tonalkani tagidan konsiler qilish kerak brish ustiga. Endi bularni hammasini suxoy produkt bilan zafiksировать qilib chiqamiz. Menda suxoy korrektor yaxshi brenddan. Ko'p olmaymiz chunki pigmentatsiyasi kuchli buni. Buni расшивать qilamizki. Dior mana shu rumyanasi. Pigmentatsiyasi yo'q deyshadi, lekin bilmayman, men ishlatganimda normalniy. Mana qanaqa pigmentatsiya kerak yana sizlarga? Endi baking qilamiz. Baking o'zi bunaqa qilinmaydi. Prosta men ko'z tagida bo'lib yig'ilib qolishni xohlamayman pudrani. Ko'zimiz bo'yamiz. Tagidan ochib ustida bo'yab olaman. Hamma ikkita rangga aralashtirib bo'yaman. Sizlar yaxshi ko'radigan strelkamni chizamiz. Manifest tuşu. Mistays 745. Maybelline 65. Отдельный kist bilan аккуратно qilib suriladi. My favorite lipstick. Oh baby girl, say what up? So you are the